Assalomu alaykum obunachilar. Biz Sadaf klinikga kelganmiz. Bu yerda mana Boburxon xizmatdalar. Boburxon hozir realni bizda, ya'ni Adenotomiya jarrohlik amaliyotiga, ya'ni bolalardan burundan go'sht olish amaliyotiga chegirma e'lon qilgan. mutlaqo tekinga qilishar ekan. Sharti bizga kelib, shuni uchrasangiz bo'ldi yoki ekranga chiqqan telefon raqamlarga aloqa qilsangiz bo'ladi. To'liqroq ma'lumot bering, mutlaqo bepulga qilib beramiz. Albatta, burundan go'sht olish amaliyotiga toki 20-martga qadar mutlaqo bepul amaliyot o'tkaziladi. Shunchaki kelishsa bo'ldi. Kelishsa bo'ldi. Agar buni qarang, oldini olmasdan, adenoid bezini oldini olmasdan yurgan bolalarda qanaqa surunkali kasallarimiz mavjud bo'ladi? Bolalarda bosh og'rig'i, burundan nafas olish hisobi, kislorod yetishmovchiligi hisobiga aqliy o'zgarishlar toki burun nafas ola olmasa qiyinchilik Qiyin. Uxlashga yoki turishga, boshqaga odam uchun o'ta zarar. Hozir yoshligida vaqtini olish kerak. Albatta. Bu surunkali kasal necha yosh orasida ko'proq bo'ladi? Asosan 3-5 yosh bolalarda ko'p uchraydi, toki 15 yoshgacha bolalarda uchraydi bu. Sog' bo'lasizlar, bizni obuna bo'lishni unutmang, kelsangiz bo'laveradi. Manzilimiz Viloyat endokrinologiya shifoxonasi yonginasida. ya'ni o'zbek tili bilan gapirganda Saxir больницаga yetmasdan Taxtako'pri To'g'ri bozoridan o'tgan.